Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik xəbər analizi proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2026 yılı 4 iyul şənbə. Hər şənbə günü bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kilovatımız. Lekin aldı bilən biz bugünkü xəbərlərimizdənki asaslıq mavzularına ötüşdən burun Həmməlağa məlum bolğandək 5 iyul Ürümçi qətliamının 17 yıl boldu Ürümçi qətliamıға. 85 tügüçə közünü yumup açqıca müşünkü valla yıllar ötüp ketken bir Ürümçi qətliamının harpısı durubduq bilən. Əlbəttə bütün dünyadakı xalqımız xilma-xil narazılıq namayişləri, axbarat elan qilish yığın degəndək fəaliyyətlərini uyuşturdu hər qaysı dövlətlərdə. Şunun cümlesinden İstanbul'da mı çoğun bir namayiş, hem narazılık namayişi hem axbarat elan qilish yığını Xitay konsulxanasının aldıda ötküzüldü. Elbette çıkındım bir təşkilatla elan qıldı. İstanbul'daki barlıq xalqımızını, şundaqla dünyanın hər qaysı yerlərdəki bütün xalqımızını ötküzüldüğün meyli nədi yaşanla şu fəaliyyətlərə aktiv qatnaşıb özümüzün şu qayrindaşlarımız bilen birgə ikənligimizni, o Xitayning cinayətini asla unutub qalmağanlığımızı bildiriş üçün İstiqlal ekranından hem çağırımız. Bunu hem əslətkən bulaylı programının beşidilə. Ondaqda bu haftadaki xəbərlərimizin mavzularına köz yürütüb ötəylə aldı bilən. İstiqlal televiziyası torbətləri davamlıq tor hücumuğa uçurmaqda. Beyjingdəki ən egiz binağa aeroplan soquldu. Xitay atalmış Milletler İttifaqlığı kanununu resmi icra qilishga başladı. Xitayning Rusiya qismlarini xatarlik sohalarda tarbiyalashi diqqat qo'zg'adi. Bu ve bundan başka bir qancha xabarlarimiz bo'ladi. Qanundaqda birinci xabardan başlab ko'rib o'taylik. İstiqlal televiziyasi torbatlari davomli tor hujumiga uchirmoqda. Qadirli görürmənlərimiz əlbəttə yıllardan bu yan devam qılıbatqan Xitayninki haqiqatının avazını, xalqımızın avazını öçürüş üçün və cinayətlərini dünyada hər xil tillarda hazır 4 tilda Uyğurca, İngilizce, Türkçe, Ərəbcə 4 tilda tarqıtış elan qılıbatqan hər xil proqramma maqallarını elan qılıbatqan torbətlərimiz Xitayninki bədbəşiri insan qilibindən çıxan bu cinayətlərini hər xil tillarda aşkarlab Xitayning yüzünü yerə uruduğan bir haqiqatning avazı bolğanlığı üçün yıllardan bu yan Xitay qınmıgan qılıqı qanmadı. İlgirki yıllardan bilisizlər ta Xitay Təşqi İşlər Ministerliğiningki qaqşab İstiqlal televiziyası qıdıqan gəpləri, bayanatları, torbətlərimizni taqib etişki Türkiyədəki məhkəmələrə verib taqib etişki urunuşu və taqib etişi degəndək və muşu hər qaysı tillarda tarqıtış qılıbatqan bu torbətlərimiz davamlıq halətdə Xitay tərəfindən və Xitayğa şerik ətraf, Xitayның ətrafındakı dövlətlərdən naiti sansanaqsız hücumğa uçuravatqanlığı bizə tor mülazimət təminləvatqan şirkətlər, yani bu işengüsüz derecede bunca valla biz yıllardan bu yan nurgun şirketlerge, nurgun insanlara şularını mülazimet bilen teminleyimiz. Ama sizlerninki torbettinla hücumga uçurgandek hazırgıçı biz bunda bir hücumunu körüp bakmadık deydi. Her qetim şunda hücum boğa vaxtıda onun aldığını eleş üçün, onun nurgulluğun tədbirini alıdı şirket. Arlıqda taqılıb qaldı, həbdə, 2 həbdə deyilək. Məsələn, hazır ən axır qetim hücumda mı 2 həbdəni açdı hazır. Bu yazma xəbərlər qoyulduğan, maqalələr qoyulduğan torbətlərimizin heç qaysı onşab boğuç yeni tərəfdən hücum bu davamlıq bulvatqanlığını şirkət bizə şu şəkildə bildirib naiti küçlük hücumdan bulvatqanlığını. Əlbəttə bununla bütün xalqımız yıllardan bu yan bunu bilib atısılar. Təcavüzçülər bilan bulvatqan bu görüşümüz axbarat sahəsindəki üzlüksüz davam qılıbatıdı. Bu davam qılıbatqan mana şundaq haqiqatning avazı bolğan istiqlalını hərgiz bu əlbəttə özümüzün maqtığanlığımız yoki başqa bir maqsad yox bu yerdə. Özünə bilisizlər bu
axbaratninki, medianinki kuchidan intayin bearam bo'lgan bu Xitoy tajovuzchilari bizning ovozimizni o'chirish uchun har xil to'solg'ularni chiqarib, hatto bizni mulozimat bilan ta'minlayotgan shirkatlarni zeriktirib, chunki o'ngshab nurg'un xizmatchi xodimlar uni o'ngshash uchun kunlarcha sarf qilishga vaqt ketayotganligi uchun mushunda oldimizga to'solg'ularni chiqaryotdi. Albatta buni biz o'ngshashga eng tez fursatda yana qaytadan tarqatishni davomlashtirishga bütün kuchimiz bilan tirishimiz, bütün xalqimizning hozirgacha bizni moddiy ma'naviy jihatdan qo'llab kelayotgan xalqimizga rahmat aytish bilan bundan keyin ham bu qo'llashinglarni davomlashtirishinglarni umid qilamiz, qadrli ko'rmalarimiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Beyjingdagi eng egiz binoga aeroplan so'qildi. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta bu qatim 26-iyun Beyjingda yuz bergan bu voqea ham Xitoyni sarosimaga solgan, ham dunyoni hayron qoldirgan bir voqea bo'ldi. Chunki Beyjingdagi eng egiz bino hisoblangan, shundaqla bu rayonninki ham intayin muhim bir xuddi qushni uchqili qo'ymaydigan rayon deb atiladigan bir so'z bor hamda Turkiyada. Aşındaq muhim bir rayonda bundaq bir voqeaninki yuz berishi bütün xalqaro axborotlarda nihoyatda keng ko'lamda berildi bu xabar. Beyjingdagi eng egiz bino hisoblanadigan Jongshin binosiga bir yenik tipdagi kichik aeroplan so'qilgan bo'lib, 3 kishi o'lgandan sirt 13 kishi yaralangan. Albatta bu Xitoy doiralarining bergan xabari. Balki ondan ko'p inson yaralangan bo'lishi mumkin, chunki necha kunlargacha hech qanday axborotni qattiq qamal qilib chiqarg'ili qo'ymaganligini hammamiz bilamiz bu xabar haqidagi ma'lumotlarni. Bu vaqtdagi xabarlarda 2 kishilik mazkur aeroplan shu kuni Beyjing Shifosi aerodromidan qo'zg'algandan keyin tuyuqsiz liniyasidan chiqib ketib, shahar markazi tarafga qarab uchgan va oxirida egizligi 522 metr keladigan Beyjingning vakil xarakterlik va eng egiz qurilish hisoblanadigan mazkur binoga so'qilgan. Aynak parchalari va aeroplan qoldiqlari yomg'irdak to'kilib, Beyjing ko'chalaridagi Xitoylarni vahimaga solgan bir voqea bo'lganda bu hamda. Bu voqeaning tasodifiy hodisa yoki planli harakat ekanligi aniq emas bo'lib, Xitoy rejimi bu vaqtdagi xabarlarni qattiq kontrol qildi. Har doimgidek, chunki bo'libmi bu Beyjingdagi muhim bir joyga joylashgan bir yerda bundaq bir ishning yuz berishi Xitoyni ham sarosimaga soladigan bir voqea albatta. Voqeadan keyin Xitoy shu butkul Xitoy miqyosida fuqaroviy aviatsiya vositalarining uchishi umumyuzlik cheklangan. Nazorat va kontrollik qattiq tariqada ijro qilinadigan Xitoyda, ya'ni normalda Xitoyning hamma yerida shunday qo'yamda qattiq buning o'xshash masalalarniki qattiq nazorat qilinadiganligi, kontrol qilinadiganligi. Bo'libmi Beyjingda u necha haslab qatlab kuchlik ijro qilinadigan bir yerda yana kelib poytaxti Beyjingda buningdek bir voqeaning yuz berishi butun dunyoning diqqatini qo'zg'ayotgan masala. Nurg'un analizchilar bu haqda har xil farazlarni o'tirib qo'yayotdi. Hamda voqeaning orqa ko'rinishi, uchquchining maqsadi haqidagi turli faraz analizlar o'tirib qo'yilmoqda. Ham Xitoy Kommunist partiyasining markaziy shtabi bo'lib shu Jonanxayga bir qancha kilometrlik keladigan shunda bir muhim bir joyda bundaq bir voqeaning yuz berishi albatta dunyoning diqqatini tortgan, hatto Xitoy shu yuqorida deganimdek bu xabar haqidagi bütün ma'lumotlarni cheklab rasmiy organlarga gap qilmay, 4-kuni bo'lgan vaqtida Xitoy faqat asosiy uchurlarni ham o'z ichiga olgan 60 so'zlik bir xabar bilan kifoyalandi, chunki Xitoy rejimining maxsus rasmiy zuvani bo'lgan Beyjing gazetida qisqalam xabar bilan kifoyalandi va birdan bir rasmiy bir bayonoti bo'lib qoldi-da hamda bu shu voqea haqidagi. Shuning uchun dunyoning har qaysi joylaridagi maxsus har xil shu aeroplan aviatsiya sohasidagi mutaxassislar xilma-xil farazlarni o'tirib qo'yayotdi ham. Hali albatta bu vaqtda suhbat qilamiz Erkin Akram bilan. Xo'sh. Xitoy atalmış Millatlar İttifaqlığı qonunni rasmiy ijro qilishga boshladi. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta bu safsata bu Xitoyninki yangidan bir jinoyatini Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatninki
texim bir yuqori pallasi, hatto qonunlashtirib, qaytadan bir yuqori pallada qilayotgan bu jinoyatlarni qonuniy ramkaning ichiga olib turib, ijro qilish maqsadida o'tirib qo'ygan bu atalmish Millatlar Ittifoqligi qonunini rasmiy shu ilgari biz bu yil mart oyida ma'qullangan vaqtidami albatta huzuringizga sungandik. Hatta suhbatmi qilgandik biz bu haqda. Endi shunda butun dunyoning diqqatini qo'zg'agan bu jinoyat 1-iyuldan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshladi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Albatta bu vaqtga aloqador xabarlarda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari oliy komissari Volker Türk oldingi hafta BDT Inson haqlari komitetining yig'inida Xitoy haqida to'xtaldi ve atalmış Milletler İttifaqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini alohida tilga ilib, bu qonunning atalmış az sonliq millatlarning til, ma'arif, diniy e'tiqod, ibodat, madaniyat, so'z erkinligi va tinch yig'ilish qatorliq jihatlardagi tüp huquqlarini texmi qattiq cheklash xavfi borligini ta'kidladi Volker Türk. Ve Xitoy rejimini bu qonunni amaldan qoldirishga va millatlarning insani huquqlarga ziyon yetkazadigan munosabatli siyosatlarni to'xtatishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nurg'unlagan mustaqil tadqiqotchilari va xalqaro inson haqlari tashkilotlari o'xshash andishlarini ifodalab, bu qonunning hozirgi assimilyatsiya siyosatlarini ishkirlab qonunlashtirganligini, shundaqla Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning til, madaniyat va diniy kimlik jihatdagi haq huquq kapolatini ojizlashtirib o'tishi mumkinligini o'tirg'a qo'yishmoqda, qadrli ko'ruvchilarimiz. Yuqoridagi ko'rinishlarni yillardan buyon ko'ryapmiz. Mushunchalar jinoyatlar yetmay, yana bu tajovuzchilar texmi bu jinoyatni texmi chunqurlab ijro qilish qadamini bosgan bo'ldi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Amerika Avam palatasi Xitoy ishlari alohida komiteti bo'lsa 29-iyun bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy rejimining bir tarafdan bu qonun orqali bostirishni texmi ig'irlashtirsa, yana bir tarafdan Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarga qaratgan xo'rlash qilmishlarini qonunlashtirishga urinayotganligini ta'kidladi. Xalqaro kechirim tashkiloti bo'lsa 30-iyun bu haqda bayonot e'lon qilib, ya'ni Xitoy icra qilishga bir qancha kun qolgan vaqtida, ya'ni 1-iyuldan boshlab rasmiy yo'l qo'ydi. Ya'ni 29 Amerika Avam palatasi 30-iyun bo'lsa xalqaro kechirim tashkiloti hammasi ilgirmi bu qonun o'tirib qo'yilganda shu Yevropa ittifoqida nurg'un yerlar noroziligini bildirgan, andishalarini bildirgan. Endi bu 1-2 kun qolgan vaqtida bularni qattiq shu yuqoridagi bayonotlarni orqadan e'lon qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining bayonotida bo'lsa, Xitoy rejimining bu qonun orqali Uyg'urlar, Tibetlar va Mo'ng'ullarga o'xshash farqli millatlarni Xitoy madaniyati asos qilingan bir tutash davlat belgilagan milliy kimlikni qabul qilishga majburlayotganligini. Asosliq maqsad butunlay yana Xitoy madaniyatini asos qilgan boshqa millatning milliy kimligini saqlab qolish emas, hammasini Xitoy qilib o'tish uchun bu asos qilingan bir tutash davlat belgilagan milliy kimlikni qabul qilishga majburlayotganligini, bu yerdagi atalmish ittifoqlikning o'xshamagan jamiyatlar o'rtasidagi inoqlik emas, balki Xitoy Kompartiyasi bilan siyosiy va ideologiyalik birdaklikni saqlash ekanligini, Xitoy rejimining bu qonunning ba'zi moddalarini chegara sirtida ijro qilish niyatini o'tirg'a qo'yishining texmi andisha qilarlik ekanligini bildirdi. O'ylab qo'ydi. Ya'ni bu masala bo'libmi, shu yaqinqi kunlardan buyon bo'libmi shu moddalarning ichidagi, ya'ni ba'zi moddalar chegara sirtidagilarga ilgari Xitoydan chiqqan boshqa davlatning fuqarosi bo'lib ketganlar bo'lib ketsa-mi, shularni ijro qilishdan iborat bu moddalar texmbek xalqaroni beorom qilayotgan masalalarning biri bu. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 29-iyundagi bayonotida mazkur qonunning Xitoyning navbatdagi atalmish osonliq millatlar siyosatini kengaytirilgan qonuniy asos bilan ta'minlaydiganligini, bu sababdan u osonliq millatlarning ona til, ma'arifi, diniy erkinlik qatorliq huquqlarini texmi ojizlashtirish xavfini o'z ichiga oladiganligini hamda bu qonunning chegara hal qilgan bostirish xavfi shakllantiradiganligini, Germaniya hukumatining bu masalaga alohida diqqat qilayotganligini
ta'kidladi. Demek muş şekilde bu tecavüzcüler devamlaştırıvatıdı bu cinayetlerini. Elbette bu haqda muşu 1 iyuldan başlap icra kılınışıga karşı halkaradı mesela Gollandiyada mesela Dam meydanında Uygur ve Tibetli mesela Amerika'da degandek Avrupa'daki bazı devletlerden buluş mümkün. Muşu 1 iyulda icra kılışıga başlanılan bu cinayet atalmış tırnak içindeki yeni kanun nimesiga karşı narazılık namayışı ötküzüldü. Hatta bir tünügün biz haberimizi bazı istiqlalda bir Tibet mana şu kanunga karşı özünü köydürülüp o vafat tapqanlık haqidagi xabarni bazı mesela. Demek bunun karşı har xil faaliyetler bulup dünyanın har qaysi joylarda. Xo'sh, yana bir xabarimizga o'tsek, Xitoyning Rossiya qismlarini xatarlik sohalarda tarbiyalashi diqqat qo'zg'adi. Albatta, shu urush boshlangandan buyon Rossiya Ukraina urushi biz qanchilgan xabarni berdik yani. Xitoyning hozirgacha tulkilik bilan men hech qanday ishga aralashmay betaraf turyapman, u bu deb ilgarilik qilayotgan bilan nurg'un nufuzli dokumentlarda, xabarlarda pat chiqibdi deyim. Birdam Xitoyninki harbiy aslahalarni uning orqasidan berayotganligi, birdam har xil ta'minlayotganligi, har xil texnikalik jihatdan, birdam mana shunga o'xshash bu qatimqisi texammak Yevropani bearam qilgan bir masala. Xitoyning bultur Beyjingdagi harbiy bazalarda Rossiya askarlarini tarbiyalaganligi haqidagi maxfiy harbiy hujjatlar oshkorlangan bo'lib, bu harakatning radioaktivlik, biologiyalik va ximiyalik urushga chetishlik bo'lishi alohida diqqat qo'zg'agan nuqtalarning biri. Tabiiyki 15 kundan oldin bir xabar berdik. Yevropa ittifoqidanmi yuqori bir amaldor shu vaqtida Xitoyninki shu askar tarbiyalab berayotganligi haqida xabar berdi. Mao texmbek bu yerda radioaktivlik, biologiyalik va ximiyalik urushga chetishlik bo'lishi alohida diqqat qo'zg'agan yangidan chiqqan bir maxfiy harbiy hujjat oshkorlangan. Bu Yevropa ittifoqini jiddiy harakatga keltirgan bo'lib, buningga qarshi tadbirlarni muzokara qilmoqda ekan navbatda. Ikki Yevropalik amaldor va Reuters agentligi ko'zdan kechirgan hujjatlarga asoslanganda Xitoy Rossiya qismlariga qaratgan yushurun harbiy mashqni bultur avgustda Rossiya mudofaa ministri bevosita tasdiqlagan bo'lib, bu jarayonga bevosita kam deganda 4 rossiyalik va Xitoy general qatnashgan. Yani en yuqori darajalik generallar bevosita qatnashgan bir harakat ekanligi o'tirib qo'yilgan. Amaldorlarning aytishicha, Ukraina urushi bilan munosabatli mashqlarga bundaq yuqori darajalik shaxslarning qatnashishi Rossiya bilan Xitoy uchun bu xil hamkorlikning muhimligini ko'rsatib beradi ekan. U ikkisi uchun shundaqda. Gerçi Xitoy buni inkor qilgan bo'lsa-mu, bu ahvol Yevropada yanada jiddiy andisha paydo qilgan. Hujjatda ko'rsatilishicha, Rossiya qurolli qismlaridan tarkib topgan bir hay'at bultur Xitoyga berib, Xitoy armiyasining aslahalari bilan ijro qilingan mashq manevrlarga qatnashgan. Bundan sirt 11-oydagi Beyjingdagi bir harbiy o'rinda radioaktivlik, ximiyalik va biologiyalik mudofaaga markazlashgan 3 haftalik kurs o'tkazilgan. Yani intayin xatarlik eng bo'lib bu nuqtalar Yevropani jiddiy andishaga solgan nuqtalar. Nanjingda o'tkazilgan mashq haqidagi bir dokumentda Xitoydagi uskunlarning saviyasi, ishlatilishi va ta'lim beruvchilarning yuqori nazariyaviy bilimi maqtalgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning urush tajribasining yo'qligi alohida tilga aylangan. Yillardan buyon deb kelyapmiz-ku bu. Xitoy har qancha o'zining qurollarini shu butun dunyoni hayron qoldirib ko'rgazma qilayotgan bilan amaliyotda uzun yillardan buyon amaliy bir urushga kirmaganligi uchun doktor Erkin Akram bilan biz qanchalar qadam suhbatda, yani sen maydonga tushgan vaqtda qanchalik bir narsa qila olaysan. Chunki bu surat tashqi bu ko'rinishga bakma oldinib ketmaslik kerak. Tajriba yo'q degan nuqtalar tilga olingan. Bu nuqtadami, bu yerdami urush tajribasining, yani Xitoyning urush tajribasining yo'qligi
alayda tilga ilingan bu maxfiy hujjatda. Germaniya Mudofaa Ministerligi mazkur xabar haqida ifoda bildirib, Rossiyaning Yevropaga nisbatan eng cho'ng tahdid ekanligini, Rossiyaning Ukrainaga qarata strategik urush qo'zg'ashiga turtki bo'lgan har qanday harakatning o'xshashli Yevropaga xavf keltiradiganligi ta'kidlangan. Reuters agentligining o'tgan oydagi Yevropa istixborot organlari va harbiy hujjatlarga asoslangan xabarda Xitoyning bultur 11-oyda taxminan 200 nafar Rossiya harbiy xodimini mashqlantirganligi yuqori deganimdek biz 15 kun oldin sungan xabarda bu. Ya'ni bultur 11-oyda taxminan 200 nafar Rossiya harbiy xodimini mashqlantirganligi, ularning ba'zilarining keyincha Ukraina urushiga qatnashganligi qayd qilingan edi. Demek mana shunday bir ciddi bir vaziyat var Avrupa'da. Elbette bu haqda Doktor Erkin Ekrem'den birdamlikin soraymiz. Hem de bu haftadaki bir qancha qisqa xabarimiz var. Onu bir ko'rib o'taylik. Xitoyning Beijingga joylashgan Jipu sun'iy aql shirkati g'arb shirkatlari va hukumatlarga vayron qilarliq hujumlarni qo'zg'ay oladigan bir tor yadro qurolini tadqiq qilib chiqqanligini, bu orqali Xitoyni Amerika bilan o'xshash saviyaga keltirganligini e'lon qildi. Elbette bunun qanchalik amaliy deganidek shundaq populist qilgandek bir ishga yaramdi yaramamdi. Bunu aldığımız günlerde görürüz. Ama Xitoyning bu Jipu sun'iy aql şirketi o'ttirib qo'ygan masala bu hamda. Yevropa ittifoqi arzon Xitoy mallarga zarba berib, kichik posolkalarga 3 yevro tamojna beji qo'ydi. Yani her bir kichik posolkaga Yevropadan yani her günü milyonlagan posolka kelganda hamda. Bazı sin ko'rinishlarni ko'rsa insonlar hayron qoldim. Bichara Yevropalikning yetishmayotganligida kelayotgan malni chiqdi. Yani her bir posolkaga 3 yevro tamojna beji qo'ydi. Bunun bilan Temu va Sheinga o'xshash elektronlik savdo supalari tarafidan suiiste'mol qilingan 150 yevrodan to'van mahsulotlarga qaratilgan tamojna beji kechirim tuzumi tarixga aylandi. Demek ki mana shundaq Xitoyninki bu to'kma mal sotadigan davlatlarning iqtisodini vayron qiladigan shirkatlarga har tarafdan mana shundaq jazolar, cheklamalar qo'yilyapti. Turkiyada ilgari shundaq yo'lsizlik sababdan allaburun yo'l qo'yilib bo'lgan masala Turkiyada. Xo'sh, doktor Erkin Ekrem kirgan bo'lsa, boshlab ketsak bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Doktor, oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men sizlarga rahmat aytaman. Rahmat. Undan sonra doktor şu 26 iyun Beijing'da şu en egiz Jongnan Xayga bir qancha kilometr keldigan bu 109 qavatli hikmeti. Şu binaga hamda bir kichik aeroplan, kichik tipdagi aeroplan so'qilib, 3 kishi o'ldi va 13 kishi yaralandi degan xabarni Xitoy bir qancha kundan keyin Xitoyning rasmiy axboroti bergan bo'ldi. Qattiq qamal qildi buni. Albatta dunyo bundaq bir muhim, nihoyatda qattiq qamal qilingan xuddi Türklarda bir gap bor. Qushmi uchamaz deb. Qushmi uchamaydigan bir ashundaq kontrol qilingan bir rayonda bundaq bir ishninki yuz berishi dunyodagi nurg'un mutaxassislarni, kishilarni bu voqeaninki keynini bu nima sababdan yuz bergan bu degandek har xil farazlarga yo'l ochgan bir voqea bo'ldi. Siz ham da buni shu yuz berganda buyon hozirgacha nurg'un talash-talashlar bo'lyapti. Bu voqeani qanday qaradingiz? Bunun keynida nimalar bo'lishi mumkin? Xitoylar nimalarni deyishyapti? O'sha haqdagi fikringizni olgan bo'lsak. Xo'sh, bu masalani Xitoy hozirgacha aniq bir javob bermadi. 3-4 kun o'tib bo'lgandan keyin bu pilotninki Lüçük'ninki bizne bir psikoloji derdi boğanlığını ve özünü öldürülüş bizne bir ahvallarının boğanlığını deple düşündürüyordu. Aslında bu adam özünü öldürüp olmayan deydiğen olsa bu şekilde kımısımı başka şekillerimi var mı kılalaydiğen usluplarımı çıkma. Nime için bunda kıldı diyende çünkü bununki bir məqsədi var deb oylayman. Yani bir vaka yaratış. Hoş. Ve hakikaten bu Lüçük neymiş bunda kılganlığını biz tahmin kısak mı belki doğru mu çıkmaydı. Belki hükümetke boğan bir narazılığı var, misal siyasi cette. Belki iktisat cette maaş döven
xərcləydigan pulu yox, öyününki, ailəninki bəzi məsələlərdən tüpəyli özünü aşındaq urvağandı. Ya ki bir kaza buluşu mümkün. Yani uçup bir bitip üyəgə urvağan, yani teknik cətdəki bir bozuqluq, yani arıplanın ki qılğan buluşu mümkün. Yani xıl sebeplerini tapqılı buludu. Ama bayağı siz müddət ötkəndək bir meseleni oturup koyuvadıdı. Yani bu Beijing'deki müştahiyadaki hava kontrolü, hava başkuruşunun ki naçar boğanlığını gösteriyordu. Ma yakında şu Ukrayna mı nurgun şu durumunu Moskova'gıca, St. Petersburg'gıca, Kazan'gıca aşında yollap ya da bombardıman kılvadıdı. Demek ki Rusya'nın kime hava kontrolü ve başkuruşuma naçar boğanlığını mı gösteriyordu? Yani bunun okşaş Beijing'de mi şundaq bir ahval bağlığını mı gösteriyordu? Demek hem nime deyilgendek yani Xitay'nın ki davatkan hem nime kontrol astıda bir merkezde başkurulatkan bir hakimiyette bunun ki aciz tarafına mı bir yerde kögül bulduğu da boylayım. Hoş. Hoş. To'g'ri, haqiqatan deganingizdek shuning uchun bo'lsa kerak, ya'ni Xitoy buncha qamal qilib hech qanday bir narsani belgilab qo'ymay hamma jihatdan oxirida 4-kuni bo'lgandimi 60 xatlikdan bir qisqalan bir narsani e'lon qilib qo'yib, chunki ham yuzi tushadigan masala buning tafsilotini bak aytibsa, ya'ni Xitoyning har zaman hujum qilina oladigan bir joy ekanligini bo'libmi Shi Jinpingningki sarayga yıkılan joyda bunda işin yüz berishi Xitoyning aloqasida qolgan masala bo'lsa kerak hamda haqiqatan. Xitoyda devamlı shundaq cho'ng vaqalarni bir necha kundan keyin javobni berishga tirishadi. Çünkü bu Xitoyningki bunda bir adeti var. Yani gap sözünü birleştirish. Yani Xinhua ajansdan başka şu matbuotlargacha bular xabarni berayli deb tayyorlagan bo'lsa, hükümetten yani bu propaganda yani teşvikat ministerliğinden bir buyruk gelmeyince bunu ilan kılamaydı. Belki bu nimene Xinhua ajans bulanı bilgen takdirdi mi, yani sebebini, hakiki sebebini bilgen takdirdi mi bunu ilan kılamaydı. Yani merkezden yani hükümetten bir buyruk geliş lazım. Bir toplagan bir hikaye yani bir sebebini kütüp turu demdi. Şununla geçiktirip bir işinin sebebi bu. Ama yeni bir meselenin köstüdü. Bunun arka planda başka nesle buluşumu mümkün bunda geçiktirişinin ki sebebini. Hoş. Hoş, doğru. Hoş, unda doktor biz Xitoyning şu atalmış Milletler İttifaqlığı kanuni yo'lga qo'yilgan bo'ldi 1-iyuldan boshlab. Biz albatta bu yıl mart ayida o'ttirg'a qo'yilgan to'g'ri ma'qullangan Xitoyning nimasidan. Keyin ham bu hamda shu 1-iyuldan tartib rasmiy ijro qilinishga boshladi. Bununla aloqador o'z vaqtida nurg'un Yevropa ittifoqi bo'lsin, shu Birleşken Devletler Teşkilatı bo'lsin, buningdan andish qildiganligini, buni chunki boshqa Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlarningki huquqini texmbak yo'q qilishni maqsad qilgan bir narsa bo'lishi mumkin degan tamda. Bu narsa e'lon 1-iyuldan burun masalan hammasining tarixi qarasak 29-30-iyun yani rasmiy ijro qilinishga shu bir kun 2 kun qolgandan boshlab xalqaro kechirim tashkilotidan tortib Amerikadan tortib Amerika Avam palatasi, Xitoy ishtirok komiteti degandek o'rinlar, Germaniya tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi degandek xilma-xil yerlardan buningga qattiq bir norozilik, bunu to'xtatish kerakligi, buningki xatarlik bir masala ekanligi o'tirib qo'yildi hamda. Lekin albatta ijro qilinishga boshlandi hamda bu jinoyat. Siz bundan keyingi bosqichda Xitoy hozir shu elib berayotgan shuncha jinoyatlarni texmbak kuchaytirib qonuniy ramkaga solib turib davomlashtiramdi yoki bu besim sababli biraz bunun bir o'zgarish ehtimollik bormi? Siz qanaqa qaraysiz yani? Bundan keyin şu Xitoy şu kanunga tayinib turib ve bu asimilasyon siyasetini devam kıldırdı. Çünkü bu kanunun üzümü ilip bir vatkan şu asimilasyon siyasetini kanunlaştırış yani
kanuni halıga ekiliş. Yani ben haklı kılıp bu asimilasyonu haklı kılıp elip bir vatımen. Digen gepemdi. Hazır bu Xitay'nınki şu Cenub tarafdaki bazı sani az bolgan milletler Xitayleşip ketdi emdi. Belki kim yet bayramları da kim kiyeceklerini kiyip çıkan bolgan bolsa ama şu Xitay tefekkür kılış bile birlikte Xitaylaştı dep düşünsek buldu. Yani Xitay'nınki esas menfaatini qoğdaydigan, özünün menfaatini unutup kalgan müştan bir milletini yartış. Nurgun bu sani az olan milletler müştan boldu. Bu kanununki esas nişanı şu Xitayda hazırkı sani köperek bolgan Xitay bolmagan milletler. Yani bu Mongollar bolsun, Uygurlar bolsun, Tibetler, Zhuangzular, Tunganlar bolsun. Hatta belki Mançurlar bolsun, yani Mançurlar 10 neçe milyonluk millet. Bularını asla yok tutuş, bularını Xitaylaştırış. Bu Xitaylaştırış degen meseleni çıkadam tılga almay vatıdı. Xudu bu çetellikler mandak ulus devlet dep düşündücü. Nation state. Nation state'ninki bir alaydılığı. Esas milletler var, onundanki sağın az boğan milletler var. Bularınki ortak kimliği bir isim. Mesela Fransızlıkla, İtalyanlıkla, Germanlıkla diyendek. Ama Xitay'ınki bu ulus devletliğini başka milletlerini Xitaylaştırış. Yani homojenleştiriş diyen şekilde düşündü bunu. Bu ta ki şu Xitay'ınki şu Meli Gomindancı, Meli Gongsandancı olsun, bularınki dahi nimesi lideri olan Sun Yat-sen'ninki, Sun Chung-shan'ın 1919'dan itibaren Cunhua Minzu'nun bir Xitay milleti olanlarından ibaret diyen bir düşünce bile başlayan. Aslında bunun tarihte mi şunda bir düşünce var, felsefesi. Yani konumuzunki ideyasında şu bütün yeryüzü okşaşlaşıdır ve Xitay merkezlik. Bu gapni Xitay merkezlik diyen gapni demeydiyor ama Xitay merkezlik bir okşaşlık milletlerini yartış. Ondan başka Xitay hazır bu güçlengen seri düşmanımı köpeği vardı. Düşmanı köpeğe geldiğinde bu düşmanın karşı özünün devletinin içindeki bazı meseleler hal buluş lazım. Ondaqda güçünü birleştirip çet güçlerge takabul turalaydı. Meyli bu can olsun, siyasi olsun, hatta şu kıymet kararşılar taraftan ki tenkitler olsun. Yani devletinin içindeki meselelerini bir hal kılmagan takdirde bularının bu milletlerinin ki ideyasını, jürigini, düşüncesini birleştirmese bugün güçler hücum kılgan takdirde Xitay'ın Xitay içiden bölünüp gitişinin ki ihtimali bu başka. Bunu tızlaştırıvadı da. Xitay'ın yürgüzüp atkan meyli diplomasi olsun, bu yeni İpek yolu stratejisi olsun, başka siyasetleri olsun. Bunu ravan kılış ya ki tekimi bir cesaretli kılış için şu Xitay'ın içindeki milletlerini hemmisini birleştiriş, yani bir yerdeki birleştiriş, bayağı ben degende asimile kılıp Xitaylaştırış. Hoş. Şununla bu kanun muşunda bir rolunu oynaydı. Bundan başka misalga şu Tayvan'a karşı bölgüncülükle karşı bir kanunu var. Yani böyle bölgüncülükle karşı çıkırgan olsam ben şu kanun tayinip durup sana can açalayman degen gap bu. Şununla Tayvan'a ben can açıman degenim şu. Yani ben şunda kanunga tayinip durman dep kılvadı. Misalga hazır ki ben degen bu kanun olsun. Bu milletlerinin ittifakı güçlendiriş bir kanunu olsun. Bularda çettelgeme çıkıp yani çigradın atlap başka devletlerde mi başka çigradın a tarafta mı muşundak bölgüncülük ya ki Milli İttifak'a karşı çıkanlarını cezalandırmayandaydı. Bu biraz kıyın çünkü çigradın çıkandan kim
seninki kanunun başkurduğun ya ki senin ilgili hukukunun ki hakim boğan bir yer emas o. Ama demek ki başka bir usul bile çeteldeki meyli Tibet, Mongol, Uygurlar olsun. Bulağıma bir tedbir alalayman degenimi kanunlaştırıvadıdı. Bu kanunlaştırış degen gap Xitay Komünist Parti'ye bir hak bergen boludu. Ama bu kanunu yasaş meselesinde yani tüzep çıkırış meselesinde eğer de Şarkı Türkistan mesela Şarkı Türkistan'ı alsak Şarkı Türkistan halkının ki iradesini almay durup olanın rızasını almay durup eğer de Beijing'de katvaşla oturulup da tüzvagan bir kanun olsa aslında bu kanun mu kanunsuzluk. Bu bir. İkincisi bu Xitay'ınki asas kanunları da şu Xitay bolmagan milletlerge bergen bazı haklar var. Meyli tıl cetten, dini itikat cetten bolsun ve özününki medeniyetini qoğdap qilish cette bolsun. Hatta bu asas kanunga tayinib turib 84'te çıkargan o nime otonom rayon kanunlar var. Hazırki bu yeni çıkargan bu kanun Xitay'ın asas kanun ve şu otonom rayon kanunga xilaf maddeler köp var. Demek ki Xitay'ınki çıkargan bu kanun ceddediler kanunsuz. Yani bu kanunsuz bir kanunla iptirip özüne haklı kılıp başka milletlerini yok tutuşununki koyuga kırıptı. Yani 21. esirde bundak zihniyet yana devam kılıvatkanını körüvatımıza. Şu. Hakikaten degeninizdek yani yeryüzünde bunun okuşu olmaz. Okuşun tepişi mümkün emas da bu Xitay tecavüzçülerinki. Hoş hem de ahırda mı şu elbette bu Rusya-Ukrayna uruşu başlanğandan tartib Xitayninki her türlü nimelerde meydanda axbarat e'lon qilganda men hech qaysi aralashmay betaraf turyapman devagan bilan qanchilgan qatim buning har xil shaklda yordam berganligi aniqlangan bir masalati. Mushu yaqinqi bir oy ichidami 15 kun oldi bir xabar chiqqandi Xitoyninki shu harbiylarni mashqlantirib berganligi Rossiyaniki. Bu qatim necha kun oldi chiqqan bir yana bir maxfiy harbiy hujjat oshkorlangan. Bu maxfiy hujjatda Yevropani qattiq bearam qilgan bir hujjat bo'ldi bu hamda. Bu nimada hamda shu Xitoyninki bultur Beijingdagi harbiy bazalarda Rossiya askarlarini tarbiyalaganligi, hatto radioaktivlik, biologiyalik va ximiyalik urushga chetishlik bo'lishi alayda diqqat qo'zg'agan bir nuqta bo'ldi hamda bu. Şu anda müşahitteki bununla nurgulagan sözler var haberinin tafsilatida. Siz hem de bu Xitayninki bu qatim Avrupa'nın texnik ciddileştirgen bu haber hakkındaki fikirleriniz. Çünkü Xitay tarafından mı, Rusya tarafından mı nəhayət yuqurdaylık generallar qatnaşqan bir nim bilen tasdiqlanıb turib, imzalanıb turib andan qılınğan bir işken bu. To'g'ri, Xitoy men aralashmayman, bilmayman. Men mundaq jangni mundaq texmi olib ketishini va men mundaq qilmayman deb butun shu dunyoga da'vodadı ama şu dünyadaki nurg'un istihbarat teşkilatlar hammasi biladi Xitoy şu yang ostida yoki şu ustal ostida hamma ishlarni qilayotganini bilamiz hamda. Misoliga 99'da Yugoslaviya urushi vaqtida Amerika Xitoy elchixonasiga bir bomba atgan bo'ldi. U vaqtida hamda xarita xato urildi deydi. Aslında şu Xitoy konsulininki ichida şu Yugoslaviya harbiy hukumatiga yardım qilib beralaydigan radar sistemlarining borlig'ini da'vodadı. Yani Amerikaliklar yoki NATO kuchlar nada bo'lganligini xabar qilib beradigan, xabar beradigan bir sistem bor ki, shunga urildi deydi endi. Misoliga shu keyingi dunyoning nurg'un yerlarida bir voqealar chiqsa, Şirinçet'te Xitoyning ko'gil bo'ldi. Misoliga 80'li yıllarda Irak ve İran'ınki bir uruş vardı. Bu uruşda Xitoy her iki tarafga qurol setib berganligini bilamiz. Bu aniqlangan ahvollar. Yani bir yanda jang to'xtasin, hammalar diyalog yo'li bilan, siyosiy yo'li bilan hal qilingan
bunda jadalninki birdan bir hal bo'ladigan yo'l shu siyosiy dialog deydi. Hozir shu nima dema eng oxirida Iran masalasini mana shunday deydi. Shu. 20-30 yildan beri o'xshash deyotdi ama qurol setib degan vaqtida o gapni unutib qoladi endi. Ya'ni setib degan ahvollar bor. Shuningga bu Xitoyninki Rossiya bilan bo'lgan bu xil strategiya, hamkorlik, sherik munosabati bo'lgan bir davlat orasida bunchalik qilmagan bo'lsa, misoliga harbiy jihatdan, texnologiya jihatdan, ba'zi asboblar, zapaslar qurolninki bermagan bo'lsa, biz hayron qolsak bo'ladi. Shuningga bu cheki bo'lmagan bir munosabat deydi-ku, ikki davlatning munosabatini, ya'ni cheksiz munosabat deydi. Unda cheksiz munosabatda ancha-muncha bir harbiy jihatdan bir yardım qilmasi bo'lmaydi, istihborot jihatda ma'lumotni bermasi bo'lmaydi. Chunki Rossiyaninki Amerika va G'arbga taqobil turishi Xitoy uchun bir foydali. Bo'lmasa butun o'qlar Xitoyga qartilibdi. Hozir o'qlar boshqa yerlarga qartilgandan keyin Xitoy biroz rahat bo'lib qoldi. Shuningga bu Rossiyaninki Ukraina shundaqla NATOga taqobil turishi, Yevropaga taqobil turishi Xitoyninki foydasiga. Xitoyninki bu yeni İpek Yolu strategiyasini shu programlarni chiqdi. Muhim bir nishoni shu Yevropa bozori bilan Xitoy bozorini bunda integra qilish. Ama Yevropaliklar keyingi yillarda asta o'qangandan keyin Xitoy bilan bo'lgan tijoratlar, iqtisodiy hamkorliklarni burunqidek ravon bo'lmayotdi. Chunki bu Yevropaliklar ziyon tortyotdi, Xitoy foyda tepyotdi. Ondan keyin Yevropaliklarni tiliga olgan bu qimmat qarashlari bor, bu universal. Bu qimmat qarashni Xitoy qabul qilmagan. Shuningga Yevropaliklarmi bu Xitoydan rahatsız. Ya'ni Yevropa bir jihatdan iqtisodiy manfaat olaman deydi Xitoydan, bir jihatdan o'zininki bu qimmat qarashlarini Xitoy qabul qilsa yaxshi bo'ladi, Xitoyni xalqaro tuzumga kiralisak va yaxshi bo'ladi deydigan shunday ikilemlik bir xil siyosatni mang'iziyotdi. Bunda bir paytda Xitoyninki bu nima Rusiyaga bo'lgan bu yardım Yevropaliklarni texmi rahatsız qilyotdi. Shunga shu keyingi haftada Yevropa Birligi o'zaro ichki yig'inlarda Xitoyga chingaroq, qattiqroq bir siyosatni ijro qilaylik deydigan qarorga kelyotdi. Bunda bo'lib qolsa Xitoyninki Yevropa bozorini o'ziga tortishmi qiyin bo'lyotdi. Bununla karşı Xitoy nima ish qilyotdi deganda, Sharqiy Yevropa, O'rta va Sharqiy Yevropa davlatlarini o'ziga tortishga tirishyapti. 16+1 degan bir platforma bor. Hozir mana Wang Yi hozir shu Shimoliy Yevropani ziyorat qilyotdi. Ya'ni Shimoliy Yevropani o'ziga tortmoqchi. Shuning bilan G'arbiy Yevropa davlatlar bunda bir ahvolda qiyin ahvolga tushib qolib, Xitoyga taqobil turish kuchini ojizlaydi endi bunda bo'lganda. Shunga burunqi shu German tashqi ishlar ministri ochiq degan, biz Tayvan masalasida bir Xitoy hokimiyati deb to'nigandan keyin sizlarmi Yevropani putunini bir deb to'ninglar deb shunday nima qilgan, ya'ni tanqid qilgan Xitoyni. Shunga bu Yevropani bo'lib turib birdan hal qilib ularni. Shu. Oxiri shu Yevropa bozoriga ega bo'lishninki plani bor Xitoyning. Ammo hozirgi men degan ahvol nihoyat murakkab ahvol. Har bir qadamda bir xato chiqib qolsa, maqsadga erishishmi unda oson to'xtamaydi. Ya'ni uzun muddatda qaraydigan bo'lsak, Yevropa bilan Xitoyning orasidagi siyosiy bo'lsin, iqtisod, tijorat, energiya, texnologiya, nurg'un sohalarda munosabatlar bo'ladi, ammo bu munosabatlarning ko'pincha qismi bir yiriklik ahvol paydo bo'ladi. Bunday ahvolda bilimiz Xitoy haqidagi tadqiqotlar, istihborot tadqiqotlari hamiz ko'paydi. Ya'ni Xitoyninki asl maqsadini, niyatini
ve bu tarihten kelgen siyasi medeniyet an'anasini ügengen buludu ve Xitayga karşı bugünkidek pasif bir siyasi orunga çıkıp kalmaydı. Avrupa bolsun, Amerika bolsun. Ama bununla vakt gerek. Bunun kinki vaktlarda Xitay hem de dünyanın hem yerine hem eskilikini kılıp hem de tatlık yapını dep dünyanı pek aldap gidemeydi dep oylayım. Hoş. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat qimmatli ma'lumot berdiingiz. Rahmat sizga. Ben rahmet eydim. Rahmat. Alloh razı olsun. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz, bu haftalik xabarlarimiz bulardan iborat. Haqiqatan nurg'un masalalarimiz shunday nihoyat jiddiy davom qilyotdi. Xayrli natijalar maydonga kelgusi inshaalloh. Allah ömür berse aldığımızdaki hafta görüşükçe aman boğayslar. Tekrar aslında namayiş meydanında, dünyanın her qaysi yerlerde, İstanbul'da Xitay konsulunu aldı görüşükçe. Allah emanet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.